Aynan sizlar uchun kunda issig'ida bugun sanamiz 1-mart. Hammangizni Ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Javohir brend do'konida ko'rib turgan barcha assortimentlaringizga chiroyli qilib skidkalar qilib qo'yibdi. Javohir akamiz o'zi batafsil videoni davomida narx-navolar bilan cho'tki qilib tanishtirib o'tadi. Eslatib o'taman. Обязательно ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmati bor. Assalomu alaykum Javohir aka. Assalomu alaykum. Yana o'sha aytganimizda Javohir brend do'konida bugungi hamma narsamizga aksiyani zo'rlardan qilib qo'yganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Har bittasini bitta-bitta tanishtirib o'taman. Hozirgi kunda trendda ketayotgan krossovkalarimiz boshqa joylarda yo'q bu. Bitta O'zbekistonda faqat menda bor. Buni narxini 399 ming sotayotgan edik. Ro'za va Ramazon oyi uchun buni narxini 220 ming so'mga tushirib qo'ydik. Qaysi modelimiz qo'lga olib ko'rsak bo'ladimi Javohir aka? Batafsil. Xudo xolasa hammasini 220 ming so'mga qilib qo'yganmiz. Setka yo setkali bo'lmaydi hozir yomg'irga deganlar uchun buni setka bo'lgan bilan yomg'ir o'tkazmaydigan. Kachvalari zo'r. Razmerlarimiz 40 dan xudo xolasa 46 gacha bor. Bu yerdagi hamma modellarimizning narxi shunda qancha edi, qancha bo'lyapti Javohir aka? Xudo xolasa bu yerdagi xohlaganingiz hammasi 220 ming so'm. Xohlaganingiz talab olasiz, razmerlari xudo xolasa hammasini topib beramiz. Razmerlari nechidan nechigacha, qaysi biridan bor aka? Shularni batafsil aytib o'tsangiz. Bularda razmerlarimiz xudo xolasa hammasidan 40 razmerdan 46 gacha bor. Kelasiz, ko'rasiz. Bunisi yoqmasa bularimiz ham bor. Razmerlardan muammo yo'q. Razmerlardan qilib beramiz. Xudo xolasa dastavkasini o'zingiz aytgandek butun O'zbekistonga dastavkasini qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin. Keyin dvoykalarimiz. Bular 380 ming so'mdan sotilayotgan edi. Eski narxi. Hozirgi kunda bunimiz qolmagan edi. Faqat shu rangidan zakaz qilganlar uchun olib kelib qo'yganmiz. 48 dan buni ham 56 gacha razmerlarimiz bor. Buni narxini 250 ming so'm qilib qo'ydik. Tepa-past. Tepa-past dvoykamiz. Nima edi aka buni? Materiali Yako brendga tegishli. Bu Turkiyaniki, yuganingizdan keyin rangi chiqib yoki bitlab boshqa narsa bo'lib ketmaydi. Bemalol kelib buni ham ko'rishingiz mumkin. Keyin bularimiz hozirgi kunda bu rangimiz o'ta ham moda bo'lib ketdi. O'ta ham juda ham zo'r. Materiallarni ham ko'rishingiz mumkin. Buni ham ikki xil varianti bor. Turkiya va Xitoyniki ham bor. Xudo xolasa buni narxini 220 ming qildik buni ham. Razmerlari nechidan nechigacha? Razmerlarimiz buni 48 dan 56 gacha. Buniki ikki xil razmerda bo'ladi. Ya'ni 48 50, 52 54, 56 va undan kattasiga to'g'ri keladi. Bo'ylarimiz yozilgan hammasi 56 razmerga 190 gacha, 2 metrgacha ham bemalol kiyish mumkin bularni. Javohir aka, buni razmerlari malamerka bo'lyaptimi shu vitrovkamiz unda yo o'zini razmerida bo'ladimi? Yo'q. O'zini razmerida. Masalan 48 kiyadigan odamlarimiz uchun 48 razmerda kiyadiganlargacha bular razmer demoqchisiz, to'g'rimi? Ha. Bular bir xil razmerda emas. Bo'yingizga mos bo'ladigan bo'lsa razmer topib ketiladi. Bemalol bunisidan muammosi yo'q. Keyin pul zamoklarimiz hozirgi vaqtga yuqasi. Bularning narxini 80 ming so'm qildik. Mana shu ikkalasi, to'g'rimi? Bejevisi bilan korishimisi. Yo'q, bu mana bunisidan bor. Sariq juda ham chiroyli sariq rang sabzi bor yo'q 80 ming so'm. 80 ming so'm. Aynan sizlar uchun. Gap bo'lishi mumkin emas. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bor. Butun O'zbekistonga bor. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Pol zamok, polo, keyin bularimiz. Buni ko'pchilik O'zbekiston deb o'ylayapti-yu, O'zbekiston emas bu, Xitoyniki, toza. Ko'rishingiz mumkin. Xitoyniki. Printlari ham lekin zo'r do'stlar, gap bo'lishi mumkin emas. Sifatli, zo'r qilingan. Avvalambor narxini aytib o'tsangiz. Xudo xolasa buni narxini 120 ming so'm qilib qo'ydik. 120 ming so'mga gapni ochiq arziydigan, to'g'risi. 120 ming sifati zo'r. Chotki u mana O'zbekistonda ishlab chiqib yo Xitoyda nima deydi, emblem masalan bunaqa yopishtirib qo'yganimiz ham yo'q. Buni 80 ming so'm deganimizda ham Xitoyda o'zidan kelgan bu. U O'zbekistonniki chiqib yo boshqa narsa bo'lib ketmaydi. Pololarimiz bular 200 ming so'm sotilgan edi. 160 ming so'm qilib qo'ydik. Gap bo'lishi mumkin emas. Razmerlar nechidan nechigacha bor aka? Razmerlarimiz X dan XL, 2XL, 3XL, 4XL gacha bor. Bemalol kelib. Faqat shu rangidan qolganmi yo qorasidan ham bor edi? Qorasidan ham bor, ha. Mana qorasidan. Qoyil gap bo'lishi. Qorasidan ham bor. Keyin
Ustimda turganini ko'ryapsizlar. O'ta Top chiroyli. bor. O'zimga ham yoqqancha o'zim ham endi o'zim ham olib qo'yganman. Aha. Buni qora rangidan va bu rangidan bor. Ko'rib turganlaringizdek do'stlar, bu именно logotipi yopishtirilgan emas, tikilgan, cho'tki tikilgan. Yuvganda necha gradusga qo'ysalaringiz ham avvalambor 40 gradusdan ko'p yuvmashlaringiz tavsiya etiladi. To'g'rimi Javohir aka? Aniq. Erib ketib qolmasligi uchun, lekin polniy hammasi tikilgan, cho'tki qilingan. Buni akamiz o'zida turibdi, qora rangi, Ko'rishingiz mumkin. keyin bordoviy rangi do'stlar. Ikkala rangi ham o'zgacha nafis, chiroyli. Ya'ni hozirgi erta bahorga va issiq kunlarga ham zo'r chidab, cho'tki ko'rinadigan vitrovkalarimizdan biri. Kapshonkasi yoqmaydi, kapshonkasi kerak emas deganlar uchun kapshonkasini ham olib tashlasangiz bo'ladi. Bu zamokli emas. 2-3 marta olgandan keyin buzilib yo boshqa narsa bo'lib qolmaydi. Tugmali, bemalol kelib Buni kapshonkasini olib tashlasa bo'ladi degansiz. Kaps- Gap bo'lishi mumkin emas. kapshonkani olib tashlasa ham tikka stoykali yoqali bo'ladi. Juda ham Voy. chiroyli. Aha. Bularimiz oldi orqa. Ha, двусторонний. Da. Aha. Oldi orqalarimiz. Oldi siniy bo'lyapti do'stlar. Ya ichi korичневый. Ko'rganlaringizdek kiyganda cho'tki turadi. Razmerlari nechidan nechigacha Javohir aka? Tak, buni razmerimiz XL dan 4XL gacha bor mana. Ko'rishingiz mumkin, 4XL gacha. Bular ham razmer. Bular ham razmerlarimiz. Kattalari bor, kattaroqlari orqasi bukilmaydi, lekin oldini o'zi. Aha. Buni ham ko'rishingiz mumkin, bu tugmali и bulardagi zamokli. Do'stlar, xullas bunimiz ham, bu vitrovkamiz ham o'zgacha chiroyli, nafis qilingan. Yomg'ir o'tmaydi muhimi. Yomg'ir o'tmaydi. Yo'q, yomg'ir o'tmaydi. Narxi qancha aka, eng muhimi? Buni narxini 150 ming so'm. O'z sizdagi narxini aytmadingiz-ku, Petrovka. Ustimdagi narximi? Ustimdagi narxini aytdim, adashmasam, Aha. buni narxi 190 ming so'm. 190 ming so'm. 190 ming so'm. Qancha edi? Qanchaga qilib beryapsiz aka? Buni eng kami 250 ga sotilgan edi. Aha. 190 qilib beryapman. Aha. Aynan obunachilarimiz uchun. Gap Keyingisi bo'lsin. bularimiz. Aha. Ko'rishingiz mumkin, hozirgi vaqtda juda moda ketdi. Bu ham yomg'ir tortib, o'tib o'ziga ketmaydi. Ranglari ham lekin zo'r ekan, gapni ochig'i. Salatoy bo'lyapti-da, to'g'rimi? Ha. Xudo xolasa buni ham razmerlarimiz bor. Buni ham razmerlarimiz XL dan 5XL gacha bor. 5XL gacha. Narxi qancha aka bunimizni? Xudo xolasa buni narxi 220 ming so'm. 220 ming so'm. Buni eng kami 260 ming so'mga sotayotgan edi. Buni ko'rishingiz mumkin. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab Albatta. bor do'stlar. Butun O'zbekiston bo'ylab bor. Meni ko'k ko'z obunachilari uchun bundan ham kelishtirib beraman. Kelib olsangiz-da. Gap bo'lsin kerak. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. Aha. Buni ham juda ham chiroyli, sportivniy narsa, stoyka yoqali. Buni narxi 260 ming so'm. 300 ming sotilayotgan edi, 260 ming so'mga tushirib qo'ydik. Hozircha mana shunaqa korичневый rangidan bor, to'g'rimi? Yo boshqalari ham bormi? Faqat xudo xolasa shu rangidan bor. Aha. Boya aytib o'tganimdek, buni ta'riflab o'tdik, bu rangidan bor, stoyka yoqali. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rishingiz Materiallari mumkin. lekin zo'r ekan. Materiallari Narxi qancha aka buni? Bu narxi 200 ming so'm. Xudo xolasa 200 ming so'm, u 220 ming so'm edi, bu 200 ming so'm. Bu yerda turganlarimiz mana Jordan Polo, tepadagi Colorado, bularimiz hammasi boya aytgandek 160 ming so'm. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Materiallariga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Aynan hozir erta bahorga va kun isib qolganda ham o'zini kiyib yurishga ham zo'r tanlovlardan biri. Razmerlari nechidan nechigacha bor aka? Xudo xolasa buni razmerlarimiz XL dan 4XL gacha bor. Shu yerda Aha. xohlaganingiz tepadagilar boya aytdik, aksiyaga 80 ming so'm olib ketsin. Ha, 80 ming so'mga bu yerda hozir yo'q ranglar ham bu yerda bor Bor, do'stlar. ha. Qo'lni qorasi, korичневыйsi, bejevisi 80 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor. Dvoykalarimizni ham aytib o'tsak keyin aka. Dvoykalarimiz. Bu yerda hozir Polo, Dior dvoykalarimiz ham bor ekan. Diyorlarimiz bor. Hozir juda ham trendda ketdi. Juda ko'p joylarda ham bo'lyapti. Buni birga bir ishlab chiqarib, bizga original deb Instagramda ham chiqatganlar bor. Aha. Bunimiz ham toza Xitoydagi, boshqa joylarda 280 ming so'm, 270 ming so'm sotilayotgan vaqtda ayni bizda bu 240 ming so'mga kelib olib ketsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Pololarimiz qanchadan aka? Pololarimiz ham mana bularimiz, Coloradolarimiz ham shu 240 ming so'mdan. Buni esa 200 ming so'mdan qilib beraman. 200 ming so'mdan. Yo'q, 200 ming gap so'mga. bo'lishi mumkin emas do'stlar. Ana materialga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Tepa past 200 ming so'm, hali bunaqa narx ko'rmagan ham lekin do'stlar. Imенно polo logotiplari tikilgan. Hamma zo'r narxlarda ekan do'stlar. Yurgandan keyin Aha. yomon bo'lib yo titilib yo boshqa narsa bo'lib ketmaydi. Xudo xolasa
kelib turib, xohlaganingizni olib ketib, kiyib ko'rib, bo'lmasa biz o'zimiz zakaz qilib bo'lsa ham imminno sizga olib beramiz va eng asosiysi Tak. shimlarimiz kelganda mana shimlarimiz ham Xitoyniki, polo. Xitoyniki, logotiflari ham tikilgani hammasi. Qo'y. Yaqindan ko'rsatib o'taylik. O'zimga ham yoqib qoldi. Gap bo'lishi mumkin emas mana do'stlar. Endi to'g'risi tilla desam yolg'on bo'lib qoladi, lekin shunaqa sifatroq ekan do'stlar. Lekin ko'rinishi zo'r. Именно бежевый цветda, бежевый салатовый deyiladimi? Cho'ziladigan ekan. Cho'ziladigan, bu bemalol universalni do'stlar. Razmerlari nechidan nechiga? 29 dan 36 gacha razmerlarimiz bor. Qo'y. 29 dan 36 Narxi gacha qancha rangi. Bu skitkada 99 ming so'mdan olib ketsin. Ya qo'y. 99 ming. Mumkin emas. Bu jinslarimiz qanchadan aka? Ularimiz ham hozir moda bo'layotgan. Boshqa joylarda 250 ming undan oshiq sotilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Rezinkali, buni yugandan keyin tizzasi yo boshqa narsasi chiqib ketmaydi. Buni bizda Javohir brend do'koni va ko'k ko'z obunachilari uchun 120 ming so'mdan kelib olib ketsin. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Aynan sizlar uchun sifatiga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Narxiga endi вообще gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Konkretno jins shim, именно bu jins shimlar endi shiroki deyiladimi yo banan jins shim deyiladimi? Mana shunaqa tagini qisqartirib qayrib olsalaringiz ham bo'ladi, modniy. Boshqa trikolarimiz narxlari qanchadan aka? Buni qora rangida ham bor, orqangizda turibdi. Ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Bular narxi ham 120 ming so'm. Bularda narxi ham 120 ming so'm. Trikolarimiz qora, serisi bor. Jordanniki. Bularda narxini ham 120 ming so'm qilib qo'ydik. Razmerlar nechidan nechigacha bor aka? Buni razmerlarimiz xudo xolasa tak 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha. Gap bo'lishi. Buni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Razmerda muammo yo'q. Xudo xolasa hammasini topib beramiz. Imina ko'k ko'z obunachilari bizni do'konga kelib turib, aka siznikini ko'k ko'z Instagramda ko'rdik, xudo xolasa xarid qilish uchun kelgan edik desa, imina shu ko'k ko'z bola uchun xohlagan narxidan yana 10 ming so'm kelishtirib tushib beraman. Kelsa mana shu Instagramda 10 ming so'mdan har bittasini tushib beraman. Qo'y. Tushib bermasam Instagramga chiqarib, shu ko'k ko'z bola atmetga qilasiz, aka menga deb chiqsin. Olsin mana. Xohlagan talab olaversin. Xullas, obuna bo'lib, like bosib, fikrimizni bildirib qo'yamiz. Sizlar bilan har doimdek aktiv ko'k ko'z bola Javohir brend do'konini Instagram sahifasini qoldirib qo'ydim opisaniyada. Javohir aka, yoningiz omon bo'lsin. Rahmat. Yana ertaga bir haftaning ichida oyoq kiyim, futbolka, sportivniy kostyumlar zo'rlari keladi. Ya'ni biz o'tgan safar reklama qilgan Mercedes, keyin BMW, imенно nima bor edi? Buni anaqa qilaman, qirib tashlayman. Nimasi bor edi? McLaren, BMW, Red Bull bor. McLaren, Red Bull, BMW vitrovkalari bor edi. O'sha bugungi kunda qolmabdi. Va so'nim qizlar oldi deydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qaysi bir qizlar bizni ko'rib, sahifamizga obuna bo'lgan bo'lsa, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan har doimdek aktiv ko'k ko'z bola va Javohir brend do'koni. Sog' bo'linglar. O'sha aytganimdek, ko'k ko'z bola obunachisi kelsin, olib ketsin. Xudo xolasa kelishtirib chiroyli narsa qilib beramiz.